biznesmen akalar bu videoni o'tkazib olmaylar, sizlarga qiziq bo'ladi. Assalomu alaykum YouTube ahli. Ko'rayotganinglarda Ipekchiga kelganmiz. Ipekchi Anor choyxonadan o'tgandan keyin mana bu nijiloylarni ko'ryapsizlar. Yonida mana bu yerdan polniy avtoservis, o'shani yonida mana zo'r joy topib qo'yganman sizlarga. Qaranglar, 17 metrga 45 metr, 707 sotuv, 777 kvadrat. Biznesmen akalar 7 ni yaxshi ko'radiganligi zo'r taklif bilan chiqyapmiz. Qarang, oldi zahvatni bizasizlar. Bemalol 10 ta 15 ta mashinaga parkovka bo'ladi. Yarimiga uyga dangillatib qurasizlar, yarimiga biznes qilsanglar bo'ladi. Biza Ipekchi mahallasiga kelganmiz. Shayxontohur tumani 707 sotiqdan iborat bo'lgan joyimiz. Ko'chalarni qaranglar. Mana bu yerda to'g'rilarda avtoservis bo'ladi. Nijiloy qilingan. Sizlar ham bu yerga nijiloyga bitta qurib turib ideya qilsanglar, chotki bo'ladigan joyi. Qaranglar, bu yog'imiz 45 metr ekan. Mana shu oq devorlar hammasi oxirigacha 45 metr. Kvadrati ham 3 ta 7 bo'lgan uyimizni hozir ko'rsatamiz. Asosan buzib quradigan holatda ekan. Qaranglar, bu yerda bitta darvozasi bor. Darvozadan kirgandan keyin ikkinchi darvozasi, bu yoqda yana bitta darvoza qilib qo'yishgan. Garaj sifatida qilingan ekan. Uyimizni eski buzib quradigan holatda. Qaranglar, bu binoni hammasini buzib tashlab turib bitta zdaniya qilasizlar. Nijiloy qurishga, magazinmidi, zdaniyami, uchebniy sentr qilsanglar, lokatsiyasi zo'r. Bog'cha qilsanglar ham ko'pchilik bog'chasiga bolalarni berishga kutib turibdi bu yerda. Короче, tiqqan pulinglar o'zingizga obratni tez qaytadigan joyi. Bu yoqqa qani, eslab turing. Biznes sentr qurdingiz. Chotki uyni yarimiga oldiga stoyanka qurdingiz. Ichkariga kirganimizdan keyin uyimiz 777 kvadrat umumiy maydoni ko'ryapsizlarmi? Zo'rligini sonlar ham juda chiroyli chiqyapti. Ikkinchi hovli mana. Hovlilar hammasi eski. Bemalol biz tashlab turib qarang aka. Polniy mana qo'shni ham ko'ryapsizmi? Baland qilib yaxshilab ko'rsataman. Baland qilib qurilgan. Unga orqa qilib turib qursangiz ham bo'ladi. Orqa qilib turib qursangiz ham bo'ladi. Yoki bunaqasiga uy qilib turib, eshigini bu yoqdan ochsangiz ham bo'ladi. Vashshi zo'r joy. Yo'qotgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Narxlari telefonda, to'liq ma'lumot telefonda bo'ladi. Bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. O'zimiz baraka qilib beramiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga bundan ham zo'r narsalarni taklif qilishda davom etamiz. Qaranglar, vah. 45 metr. Bunaqasiga 17 metr. Har qanaqasiga solib katish qurib olsangiz ham Ipekchi mahallani bilasiz, elitni mahalla, talab ko'p. Qurgan zahoti tez sotiladigan joylardan bittasi hisoblanadi. Ulgurib qolish kerak. Kimga shu joy qiziq bo'lsa, bemalol telefondan aloqaga chiqinglar, like bosishdan chiqmasin. Biznesmen yaqin aka-ukalarga jo'natib qo'yinglar bu videoni. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishish nasib qilsin.